Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Nasib bo'lsa, adreslarimizni tushuntirib qo'yishimiz. Hozir Durujba tarafdan kelyapmiz, hurmatli obunachilar. Gerbdan o'ngga qarab aylanamiz, Muhomoni markaz tarafına qaratib obunachilar. O'ngga qarab aylanamiz. Joy to'yga boradigan adresimizni tushuntirib boramiz, nasib bo'lsa. Ko'rib boraverasizlar. Shu yo'l bilan Dakansa boramiz. Yürüp kelaveramiz yana obunachilar. Anaki eldimizde quyosh paneli o'rnatgan narsa qoladi. O'ng tarafda. Qolaversa magazinlar obunachilar. Bulardan ham Dakansa o'tib boraveramiz. Shu yo'li oxirina borgan vaqtda o'ngga qarab yo'l buriladi, nasib bo'lsa. Ag'abek to'yxonaga qarab buriladi, obunachilar. Ko'rib boraverasizlar. Ana keyin obunachilar toza bo'lgan asfaltga ilishamiz. Hech yere burilmay shu ko'rsatgan svetofordan to'g'ri kelaverasizlar. Eldingizdan yo'l qayrilib chiqadi, hurmatli obunachilar. Ozgina o'ngga qarab buriladi. Ko'rib boraverasizlar. Ikki etajli bir yon tarafimizda. Adresini sizlarga shuning uchun tushunarli bo'lsin deb turibmiz, hurmatli obunachilar. Ana astaqina o'sha burildi yo'l, hurmatli obunachilar. O'ng tarafimiz zabor bilan. Yan tarafımızda mini market. Yan tarafımız uylik. O'ng tarafımızda yana bir doniqli, yana bir uy bor. Sori. Boraveramiz yana. Toza asfalt bilan. Chap tarafimizga atizdik, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, shu yo'lda kelaverishda shu uyni atmetga etib qo'yamiz. Shu uyni belgilaymizdan, chunki shu uy tegi bilan chapga qarab yo'l kiradi. O'ng tarafimizda sori uy bor, zaborli, Toshkentskiy zabor. Chap tarafimizda ikki etajli uy bor. Shu uyga atmetga etib qo'yaveringlar. Şu yerden inen maşinlar gelip çıkıp turibdi, çapa giremiz. Ag'abek to'yxonaga 150 metr yetmiyor, hurmatli obunachilar. Şu yerden burilamiz yine. Yine. Şu yo'l bilan Dakansa boramiz, eldimizdan ko'pir chiqadi. Yine hurmatli obunachilar, xudo xolasa eldingizdan yine ko'pir ham chiqdi. Bu ko'pirda odi Jallod ko'pir deb aytiladi, hurmatli obunachilar. Bu Jallod ko'pirdan o'tib yo'l oxirina boramiz. O'ngga chapa yo'l bor, hurmatli obunachilar. Yo'l oxirina boramiz. Obunachilar, xudo xolasa yo'l oxirina keldik. Nasib bo'lsa, hozir o'ngga chapa yo'l bor, hurmatli obunachilar. O'ngga qarab burilsak, bizlari loyihamizga boradi. Chapa emas, o'ngga burilamiz, hurmatli obunachilar. Shu uy yonidan o'ngga burilamiz. Boraveramiz o'ngga burilib, hurmatli obunachilar. Eldimizdan zabordan chiqadi, o'ng tarafimizda. Darvozadan bo'lib chiqadi yine. Ko'rganlaringizda. Boraveramiz. Va loyihamizga keldik, hurmatli obunachilar. 4 minutda. Loyihamiz, hurmatli obunachilar, qarab kelaversangizlar chap tarafda bo'ladi. Shu traskani hammangiz yodingizda qo'yib qo'yinglar. Shu yerda bir traska bor. Yo'lana chiqqan. Shu traskadan keyingi 3-joydan doniqli bo'ladi deb aytaman. Hurmatli obunachilar, hammangizni
Doniqli bo'lsin deb natib keltirmiz. Yine loyihamize geldik, hurmatli obunachilar. Şu loyihadamiz. Ya Allah. Hurmatli obunachilar, nasib ro'za aylasa jannatga yo'l loyihasini 30-sonida diydorimiz görüştürmiz hurmatli obunachilar. Yurgalaringizning nasib etsa loyihadamiz. Bugungi o'zgarish katta hurmatli obunachilar. Qolgan qarzimiz 4 milyon 450 ming so'm qarzimiz qoldi. İnşallah bugungi o'zgarishda dim katta hurmatli obunachilar. Allah razı olsun. Şu kartalarını koyamiz hurmatli obunachilar. Ozin ko'pin e'tiborlaringizni qaratib, yordamlaringizni ayamin turinglar. Ozgina qarzimiz bor hurmatli obunachilar. Bismillahirrohmanirrohim. Maşallah deb qo'ysangiz bo'ldi. Ya nasib. Bismillah. G'olalar geldi hurmatli obunachilar. Allah razı olsun. İhson qilganlar, podpischilardan. Tanajonlari sog' bo'lsin hammasi. Hamma joyimizga g'olalar geldi. İnşallah perdeler asıldı hurmatli obunachilar. Chiroyli ravishda. Hamma joyi perdeler asıldı. Darushkalarni ham döşidilar. Yine hurmatli obunachilar, g'olalar geldi. Obunachilardan Allah razı olsun. Hammasi top-toza g'olalar. Allah razı olsun ihsonchilardan. Üstümüzü iş yaptırıp toza investitsiya keladilar. Hurmatli obunachilar, inshaalloh befarq bo'lmaysizlar, qo'llab-quvvatlab tursangizlar. Nasib etsa g'olalar bilan döşeldi hammasi. Malika. Ana endi hurmatli obunachilar, inshaalloh ertang nasib ro'za aylasa 4-gün nasip bo'lsa joy to'yini belgiladik hurmatli obunachilar. Adreslarni yo'llarda ko'rsatib o'tdik. Ko'nglingizdan chiqqan ihsoningizni ozin ko'pin hurmatli obunachilar ayamin shu uy egasine yordam etib tursangizlar, inshaalloh Xudo xolasa 4,5 million qarzimizni beramiz degan yaxshi niyatdamiz. Hurmatli obunachilar, befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz albatta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugun sizlar bilan Xorazm kanali bo'ldi. Bir zamondan Xudo xolasa efir ham qilamiz. Salomat bo'ling.